Men Navoiy viloyati Navbahor tumani ixtisoslashtirilgan maktab fizika fani o'qituvchisi Navro'zova Sohiba Saidjon olaman. Bugun men sizlarga prujinaning biqirligini aniqlash mavzusida laboratoriya ishini o'tkazib bermoqchiman. Ishimizdan maqsad prujinaning biqirligini aniqlash orqali jismlarning deformatsiyasi, biqirligi haqida tasavvurlarni kengaytirish, elastik kuchi haqida olingan nazariy bilimlarni mustahkamlash. Kerakli jihozlarimiz shtativ, biqirligi aniqlanishi kerak bo'lgan prujina, massasi aniq bo'lgan yuklar, agar bizga massasi aniq bo'lgan yuklar bo'lmasa, tarozdan foydalanishimiz mumkin. Hamda uzunlikni o'lchash uchun o'lchov lentasi. Elastik va plastik deformatsiyani ko'rsatib berish uchun bitta oq varaq. Laboratoriya ishini o'tkazishdan oldin mavzu bo'yicha sizni ozgina nazariy qism bilan tanishtirib o'taman. Deformatsiya deb tashqi kuch ta'sirida jismning shakli va o'lchamining o'zgarishiga aytiladi. Deformatsiya egilish, siqilish, buralish, siljish kabi turlarga bo'linadi. Deformatsiyani yana elastik va plastik deformatsiya kabi turlari mavjud. Elastik deformatsiya deb tashqi kuch ta'siri to'xtatilgandan so'ng jismning shakli va o'lchamining dastlabki holatiga qaytishiga aytiladi. Plastik deformatsiya deb tashqi kuch ta'siri to'xtatilgandan so'ng jismning o'lchami va shakli dastlabki holatiga qaytmaslikka aytiladi. Buni men sizlarga bir varaq oq qog'oz yordamida tushuntirib o'tmoqchiman. Demak, tashqi kuch ta'sir ettirib, jismning shaklini o'zgartiraman. Mana turba ko'rinishiga keldi. Endi tashqi kuch ta'sirini to'xtatganimdan so'ng bu dastlabki holatiga qaytadi. Plastik deformatsiya tashqi kuch ta'sir ettiraman. Tashqi kuch ta'sirini to'xtatganimdan so'ng bu dastlabki holatiga qaytmaydi. Bu deformatsiya plastik deformatsiya deb ataladi. Bundan tashqari biz elastik deformatsiyaga prujina, rezinani misol keltirishimiz mumkin. Plastik deformatsiyaga esa plastilin, shisha, mo'rt jismlar, chinni buyumlarni misol tariqasida keltirishimiz mumkin. O'quvchilar, sizlarni elastik va plastik deformatsiyaning ta'rifi yodingizda qolishi uchun tez aytish metodini o'rgataman. Demak, plastik, prujina, elastik deb tez aytishdan foydalansangiz, yodda saqlash osonroq bo'ladi. Jism deformatsiyalanganda paydo bo'ladigan, tashqi kuchga qarama-qarshi yo'nalgan, jismni dastlabki holatiga qaytarishga intiladigan kuch bu elastik kuch hisoblanadi. Elastik kuchi har doim tashqi kuchga qarama-qarshi yo'nalgan bo'ladi. Elastik kuchi formulasi F teng minusdan K delta L. Bu yerdan biz biqirlikni topa olsak, K teng F taqsim delta L. Bugun biz tajribamizda F o'rniga og'irlik kuchi hamda delta L absolyut uzayish yordamida prujinaning biqirligini aniqlab olamiz. Laboratoriya ishimizni o'lchashni boshlaymiz. Buning uchun bizga dastlab prujinaning yuk osilmagandagi boshlang'ich uzunligi kerak bo'ladi. Buni biz L0 harf bilan belgilaymiz. Demak, prujinamizni dastlabki yuk ilinmagandagi boshlang'ich uzunligi L0 8 sm ga teng ekan. Endi massasi aniq bo'lgan 100 grammlik yukimizni olamiz. Buni prujinamizga osib ko'ramiz. Bundan maqsad biz prujinani yuk osilgandan keyin uzunligi qancha ekanligini topib olishimiz kerak. Prujinamizni yuk ilingandan keyingi uzunligi 14,5 sm ga teng bo'lmoqda. Biz bundan prujinaning absolyut uzayishini hisoblashimiz mumkin. Absolyut uzayishini hisoblash uchun siz oxirgi uzunlikdan boshlang'ich uzunlikni ayirasiz, ya'ni 6,5 sm delta L absolyut uzayishi kelib chiqadi. Mana bu yerda oxirgi uzunlikdan boshlang'ich uzunlikni ayirganimizda 6,5 sm absolyut uzayish keldi. Endi prujinaning massasi oldindan aniqlangan 100 gram massaga ega. Buni kilogrammga aylantiramiz. 0,1 kilogramm. Og'irlik kuchini hisoblasak, F teng mg, ya'ni 1 newtonga teng bo'ladi.
Biqirlikni aniqlasak, K teng F taqsim delta L o'zi F ni o'rniga mg taqsim delta L. Og'irlik kuchimiz 1 Newton, absolyut uzayishimiz 6,5 - 2 metr. Buni hisoblasak 15,4 Newton taqsim metr biqirligimiz kelib chiqadi. Xuddi shu tajribamizni biz 150 gram, 200 gram yuklar bilan yana 2 marotaba o'tkazib ko'ramiz. Jami 3 marotaba o'tkazganimizdan keyin biz bu tajribani 3 marotaba bajarib ko'ramiz. Birinchi holatda 100 gram massali yuk bilan bajardik. Ikkinchi holatda 150 gram massali yuk bilan, uchinchi holatda 200 gram massali yuk bilan bajaramiz. Tajriba natijasida biz 3 ta biqirlik qiymatiga ega bo'lamiz. K1, K2 va K3. Topilgan K1, K2, K3 qiymatlarini 3 ga bo'lib, biqirlikning o'rtacha qiymatini topamiz. Endi biqirlikning absolyut xatoliklarini aniqlash uchun delta K1, K o'rtachadan K1 ni ayiramiz. Delta K2 ni topish uchun K o'rtachadan K2, xuddi shunday K o'rtachadan K3 ni ayiramiz. Biqirlikning absolyut xatoliklari aniqlangandan keyin biqirlikning absolyut xatoligining o'rtacha qiymati ham hisoblanib topiladi. Bu uchun delta K1, delta K2, delta K3 qo'shib 3 ga bo'lamiz. Endi nisbiy xatolikni aniqlash uchun delta K o'rtachani K o'rtachaga bo'lib 100 ga ko'paytiramiz. Hamma olingan hisob kitoblarni keyin quyidagi jadvalga joylashtiramiz. Ushbu laboratoriya ishida biz elastik kuchi haqida olingan nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'ladik. Tabiatda elastik deformatsiyaga uchraydigan, plastik deformatsiyaga uchraydigan jismlar bilan tanishdik. Laboratoriya ishi davomida absolyut va nisbiy xatoliklarni hisoblashni o'rgandik. Aziz o'quvchilar, Konfutsiyning shunday so'zlari bor. Aytsang unutaman, ko'rsatsang eslab qolaman. O'zim bajarsam anglab yetaman. Shunday ekan, har bir laboratoriya ishi, amaliy mashg'ulot, topshiriqlarni bajarib, olingan nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lab, mavzularning mohiyatini tushunib yetishingizni maslahat beraman.